Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysli avtobuslarimiz do'stlar mana. Buzdagi konsertlarimiz ishlab turibdi do'stlar. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli reysli avtobuslarda bemalol ketishadi. Akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yana sizga to'g'ri keldingmi? Qaysi shaharda aka? Samarqand aka. Qayerga ketyapsiz? Peterga. Sharoitlar joydamikan? Jalb bo'lmadimi? Mana avtobusning ichki sharoitini ham ko'rdingiz aka. Hammasi joyda. Aka-ukalar mana ko'rib turganlarda ishonchli reysli avtobus. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? O'tib turing aka. Hozir hal qilamiz. Qayerga ketyapsiz? Moskvagami? Qalay aka, sharoit joyidami? Mana ichki sharoitlari jalba yo'qmi? Hammasi joyidami aka? Xursandchilik bilan ketyapman. Birov majburlagan yo'q, birov sizni aldagan yo'q, to'g'rimi? Aka, hormang, assalomu alaykum. Mana qarshilik akamiz. Qalay aka sharoit? Zo'r aka, cho'tki. Yo'q. Aka-ukalar, Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha sifatli reysli avtobusimiz haftada 4 marta, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga xuddi shunaqa qulay, sifatli, ishonchli avtobusga kelib bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Tanlovda adashmanglar.